Bundan 2-3 oy oldin poliklinikamiz boshqa poliklinikaga biriktirilgan edi. Arasi bir 10 kilometr edi. Mana hozir prezidentimizga rahmat. Alohida oilaviy poliklinika bo'ldi. Xalqimizga chiroyli xizmat ko'rsatyapti. Bizlar telefon orqali telefon qilamiz. Biz kelguncha bizni navbatga qo'yadilar. Kelib bemalol kirib ishimizni bitirib ketaveramiz. Hamma sharoit yaratib berildi. Dori-darmon vaqtida. Xususan mana pensionerlarimizga kerak bo'lsa uyga yetib berilyapti. Dori-darmon. Biz bundan xursandmiz. Aholimiz xursand.